Ya'niki farzandlar nega o'zini har xil holatda tutadi? Bu haqida gaplashamiz. Umuman karma munosabatlari farzandlarimiz bilan ularga qanaqangi gaplashish kerak ular bilan. Ularga biz qanaqa energiya beramiz va ulardan nimalar keladi? Bu haqida gaplashamiz. Asosan farzandlarimizda bizni judayam katta talablarimiz bor. Ya'ni shunaqa energiya beramizki, ularga gapirmaganimizdayam hattoki hech narsa demaganimizdayam ulardan o'zimizni talablarimiz borki, nima talablarimiz o'zimiz erisholmagan. Bizga ota-onamiz ko'p narsalarni zapret qo'yishgan, ya'ni taqiqlashgan. Taqiqlashgan narsalarini, ya'ni biz o'zimiz erisholmagan narsalarni farzandlarimizda ko'rishni xohlaymiz, ular erishishini xohlaymiz. Ular o'sha narsalarga ega bo'lishini xohlaymiz. Agar siz bolaligingizda, misol uchun, raqs tushishni judayam xohlagansizda, farzandingiz rosayam zo'r raqsga tushishini xohlaysizda. Uni raqs tugaragiga olib borasiz. Unga aytasiz, "Raqs tushgin" deysiz. Uni missiyasi boshqada. Ya'ni siz o'zingiz qanaqa bo'la olmagan bo'lsangiz, kim bo'la olmagan bo'lsangiz, hammasiga o'zingiz erisha olmagan hamma narsalarga farzandingiz erishishini xohlaysizda. Lekin farzandimizni o'zini asl o'y-hayollari, asl istaklari, uniyam asl xohishlari borligini shu payt esimizdan chiqarib qo'yamiz. Chunki bizniyam o'zimiz erisha olmagan xohishlarimizni ota-onalarimiz o'zini xohishlari deb bizga ham bermagan. Bizgayam bermagan va biz ham erisha olmaganmiz shu xohish istaklarimizgada. Va shu narsani o'zimiz bilmagan holatda farzandimizga berib qo'yamiz. Ya'ni o'zimizni xohish istaklarimizni ular amalga oshirishini xohlaverib, istaverib, o'zimiz tomonga yo'naltirib ularni o'zini asl istaklaridan uzoqlashtirvoramiz. Shu orqali farzand sekin-sekin so'nib boraveradi. O'zi xohlamagan narsalarni bajaryap turgani uchun ham injiqlik qiladi, o'zini yomon tutadi, bizni ko'rganda xohlamaslikni boshlaydi. Chunki biz uni o'zidan, ya'ni aslligidan uzoqlashtirib, umuman boshqa yo'nalishga yo'naltiryapmiz. Bizdan qochishni boshlaydi. Bu paytida his qilib turishimiz kerakki, har doim o'ziga ona va ota savol berish kerakki, hozir farzandimizni qanaqadir yo'nalishga yo'naltirayap turgan paytimiz, uni shu bolaligidan tortib nimaga qiziqsa, misol uchun, sport tugaragiga beryapsizmi yoki tilgami yoki qanaqadir tugaragga bermoqchimisiz yoki uni qanaqadir bog'chaga, maktabga bermoqchimisiz, uni qaysisidir sizda maqsad bo'ladi. Albatta, ota-onada farzandini o'sha qanaqadir tugaragga berishdan oldin uni maqsadi bo'ladi va o'sha maqsadi orqali bolani yo'naltirishni boshlaydi. Shu payti ota-ona adashadi. Ya'niki, shunda bolasiga juda katta talab qo'yib qo'yadi o'zini xohish istaklari orqali. Bola xohlamaydigan narsalarni bajartirib qo'yadi. Aslligidan, o'zligidan uzoqlashtirishni boshlaydi. Ya'ni shu payt ota-ona savol berishi kerak. Har bitta yo'naltirayap turganda o'ziga savol berish kerakki, bu mani xohishimmi? Mani ushalmagan orzuyimmi? Nega endi mani ushalmagan orzuyimni farzandimda ushalishi kerak? U maniki-ku, ya'ni manga tegishli-ku u. Demak, manga o'sha paytda kerak bo'lmagan ekan yoki endi ushaltiraman o'zim. Farzandim o'zini yo'nalishi bor, o'zini qiziqishi bor. Shuning uchun har doim nimaga yo'naltirganda, qayerga farzandimizni mm, qayergadir berganimizda shunda so'rash kerak. Oddiygina ko'chaga sayrga aylantirgani olib chiqqandayam so'rash kerak. "San nimani his qilyapsan? Senga yoqyaptimi? Senga bu joy yoqadimi?" deb so'rash kerak.